Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yaxshi dam oldinglarmi? Assalomu alaykum. Tinchliklar barchalarga ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun mana 2026-yil 21-avgustda turibmiz. Mana o'zimiz shahar Optim deb ataladigan savdo markazi. Bu yoq mahallaga kirib ketish, bu yoq Ponsod masjid tomonga chiqib ketish. Shu yerda mana shu yerda bitta ajoyib do'kon bor. Sizlarga ham ilindim. Men har doim mana shu narsa olib turaman. O'tgan safar gazon o'rgani eng arzon, eng qulay narsa so'radim. Ajoyib narsa berishdi. Arzongina, juda ham zo'r narsa ekan. Olib borib ishlatdim, maza qildim. Endi shuni qadrdonlar sizlarga ham ilindim. Eng zo'ri bor, bu yerda yo'q narsani o'zi yo'qda. Liboy narsa bor. Nima bo'lsa topasiz mana shu yerdan. Javob beraman, xudo xolasa. Mana qarang. Tashqaridagi narsalar bular. Ichkarilarni ko'rsatib beraman, mana qarang mana. Suv nasos, liboy xilidan bor. Unga kerakli narsalar, mayda juda ikir-chikirlar. Liboy narsa bor. Elementarniy nima xohlasangiz borda. Matapilalarni qarang. Ming xil bor matapilalar. Suv zovurdan, soylardan suv tortadiganlarni qarang. Liboy xili bor. O'zi do'kon ham hali katta anaqa emas, lekin juda ko'p narsa borda, hayron qolasiz, qarang. Ammo mana shu do'konni yurgizganlarga malades, mana qarang. Amerikalarda million xil turi, mana qarang. Men даже men tushunmaydigan narsalar ham bor deb. Mana qarang. Kaska, paska, suv arshiylar narsalarni. U tepalarda ham. Mana qarang. Santexniklar uchun mana qarang. Liboy narsa bor. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Ochib qo'ygan ukalarimiz, akalarimiz baraka topishsin, mana qarang. Monolarga nima deysizlar mana? Nima kerak bo'lsa mana shu, xullas mana shu kesinglar ishinglar bitar ekanda. Hurmatli sharxonliklar, asakaliklar, bo'zliklar, o'zimiz mana shu territoriyaga yaqinlarga aytyapman-da, endi uzoqlardan kelmasanglar kerak-ku. O'zimiz mana shu hududimizdagi qo'shni rayonlar. Mana dori sepadigan apparatlarda ming xil bor. Mana ularga nima deysizlar mana? Ular nima ekan endi mana ular? Kuyov bola nimaga charchamayapsizmi? Ana sotuvchi ukam bo'lar. Baraka topinglar. Obunachilarga salom hammasiga. Bu do'konda yo'q narsa bormi o'zi? Kelsanglar hamma narsani topib beramiz. Yo'q narsani o'zi yo'q, ha? Hamma yo'q bor. Liboy narsa. Bu yerda bor-u odam yo'q xolosda, tirik odam yo'q xolosda. Lekin robotni zakasini robotdan olib berasizlar. Odamni roboti bo'lyapti, hozir xitoyliklar yasayapti. Mashina zakasini ham olib bersa kerak bo'lar, bilmadim. Qo'y narsa bor-da, mana bu qarang. Hali men yarmini ko'rsatganim yo'q. Hali sal opitsizlik qilib tez-tez olib qo'yapman. Mana ular qarang, mana. Mana texnikalarga bir baho qo'yib qo'yasizlar endi, aziz vatandoshlar. Svarka apparati bor-u, liboy xilidan bor ekanda. 4 yoshli bola ham ishlatadigani bor ekanda. Milich o'pkaligi mayda juda bu nima bo'lardi bu 2 million 3 million narsa degan narsa yo'qda, bu yerda bor-u. Har bir narsa borda, har bir narsa. Mana traktorchaga nima deysizlar endi? Bu do'konning ichiga bu traktorchani ham joylab qo'yishganda qarang. Mana qarang. G'ildiraylarni qarang. Voy malades. Mana ular to'y chiqarib beradigan apparatlarni liboydan bor ekan qarang. Voy malades, mana qarang. Mana ularga nima deysizlar? Mana ular pilisosmi jigar? Mana qarang, pilisoslar ham bor. Liboy xilidan bor ekan, pilisos, kachir, mashina yuvishga nima kerak bo'lsa, mana ularga nima deysizlar, mana plitka rez ekan-da bular. U qarang, liboy xilidan bor ekan, haligi maramirni ham kesadigani bo'lsa kerak bu yerda jonivor. Mana ularga nima deysizlar, mana shu lipovkalar? Mana uzunligi bor, 10 metrdan oshiqroq bor. Bunaqasiga bir 6 metr, 5 metr bor. Mana shu do'kondan, mana shu do'konning ichidan mana ular nima endi? Avtomi bular?
Bu avtoullargacha bor ekan, bularga nima deysizlar endi, buni qarang. Aytyapman, bu yerda haligi bu 2 milliy narsadan nima foyda qolar degan gapni o'zi yo'q-da. Bu baraka topkurlar liboy narsa insonga kerak bo'ladimi? Liboy narsani olib kelib qo'ygan. Kerakli hayotda qurilish qilsangiz, boshqa qilsangiz, oilaviy uy ishlariga nimaga bo'lsa, nima kerak bo'lsa, mana lazerlarni qaranglar. Nima kerak bo'lsa, liboy narsa bor ekanda. Yangi ixtirolarimizdan chiqqan. O jonivorlar. Nima bu? Arrachalar. Akkumulyatorli arralar keldimi? O'tin kesib. Kichik asarda. Zaryad qanchaga yetadi bularni? Ya'ni qoch qaytarishlar bor. Monoqlarni qarang, ishlating chiqani? Ichida to'kib bormi? Mo'ng qarang, uzum kesadiganlarni. Mana, nima deysiz mana? Necha bog' qo'yasizlar mana? Barmoqlarni bemalol uzib qo'yaveradi. Sho'xlik qilgan bolalarni haligi birovlarni aldab yurganlar sekin barmoqni kesib qo'ysa bo'laveradi. Qayt qilmagin bunaqa to'polangini deb. Mana qarang. Uni ham har xil turidan bor ekanda. Mana tez. Mana ular nima edi jiga? Bular kachirachi, Ular ham kachir. Ha, mana ular ham kachir oilaga. Bir kishi oilada bemalol pullar ham shunga yarasha arzongina. Oilada bemalol mashinangizni yuvorasiz o'zingiz. 500 ming so'mdan boshlanadi. 500 mingdan boshlanadi ekan narx-navolar. Mana katta kachirlar nechi pul? Katta kartillar 2 milliondan boshlanib ketadi. Bular qayerdan mahsuloti? Hammasi Xitoy. Xitoy original. Original zavod. Xitoy original. Mana u yoq juda zo'r narsa oilaga, kichkinagina. Malades, mana ular. Mana. Yangi ixtiroimiz kelgan. Aha. Mini kompress. Kompress, ha. Akkumulyatorli kompress. Voy jonivorlar. Mana. Uylar to'kini yorib beraveradi bemalol, shunga. Kompressor ustalariga. He. Mebelni bo'ldi. Dirta sali ishni ulab olib ishni qilaveradi. Ha, bo'ldi. To'k ulab yurmaydi. Haligi yangi uchastkalarda ishlayotganlar bor, misol uchun to'k tushmagan yerlarda ishlayotganlar bor. Mana shu akalarimiz, ukalarimiz uchun ham juda ham qulay narsa ekan mana shu ham, ha? Mana-chi, mana qildiradi nima edi bu? Bularmi? Ha. Bular emotsiya sifati vagina. Ha. Bo'ldi. Nima deysizlar akalarim, ukalarim? Haqiqatda ham juda ham zo'r do'konmiga. 5 baho qilib qo'yarasizlar. O'zimizni Shahrixon Optim yonboshida oraliq Ponsot masjid egalasining oralig'idagi shu tushganingizda o'ng qo'lingizda Texno magazin. Kiraverasizlar akalar. Nima kerak bo'lsa, haligi vaqtim kamroq edi, shashil tezda qayta borgan, istab qolaman degan gap yo'qda. Shunday magazin, shunday kirasiz, xudo xolasa ishingiz bitadi, chiqib ketaverasiz. Barakat topasizlar akalar. Mehnatimizni ayamadagi sizlar uchun mehnat qilganmiz, mana ko'ryapsizlar. Layklarni bosib, podpisatsiya qilib qo'yasizlar, jigarlar. Biz ham ko'paysak, xudo xolasa sizlar uchun ulkan ishlarni qilamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, Allohning panohida bo'linglar.